O'zbekiston-Xitoy investitsiya forumi doirasida Sho'rchi tumani uchun muhim va istiqbolli kelishuvlarga erishildi. Tumanning qishloq xo'jaligi, logistika va xizmat ko'rsatish sohalarida xitoylik investorlar bilan olib borilgan muzokaralar samarali yakunlanib, umumiy qiymati 193 million AQSh dollariga teng bo'lgan 6 ta sarmoya loyihasi bo'yicha hamkorlik memorandumlari imzolandi. Xususan, Xitoyning FM World kompaniyasi bilan tekstil va to'qimachilik sanoatini yo'lga qo'yish maqsadida paxtani qayta ishlash korxonasi tashkil etish uchun 100 million AQSh dollarlik shartnoma imzolandi. Bu raqamlar shunchaki sarmoya emas, bu yangi korxonalar, zamonaviy texnologiyalar, yangi ish o'rinlari, eksportbop mahsulotlar va aholi uchun yangi imkoniyatlar degani. Ayniqsa qishloq xo'jaligida zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etish, logistika imkoniyatlarini oshirish va xizmatlar sohasini yangi bosqichga olib chiqish Sho'rchi tumani iqtisodiyotining kelgusi taraqqiyoti uchun xizmat qiladi. Hamkorlik bor joyda taraqqiyot bor, investitsiya bor joyda yangi imkoniyatlar bor. Bugungi kelishuvlar esa Sho'rchining ertangi iqtisodiy salohiyatiga qo'yilgan mustahkam poydevordir. Sho'rchi tumanida oddiy tomorqa ham katta imkoniyatlar maydoniga aylanmoqda. Bunga stevia yetishtirish bilan shug'ullanayotgan xonadonlar faoliyati yaqqol misol bo'la oladi. Xitoylik investorlar Vaqtepa mahallasida yashovchi Hikmatilla Allayorov xonadonida bo'lishdi. Suhbat davomida steviani yetishtirish, parvarishlash sirlari, hosildorlik va uni yanada kengaytirish imkoniyatlari haqida fikr almashildi. Bu uchrashuv oddiy muloqot emas, bu mahalliy tajriba va xorijiy texnologiyalar uyg'unligi, yangi hamkorlik va tomorqadan yanada ko'proq daromad olish sari qo'yilgan muhim qadam bo'ldi. Bugungi kichik tomorqa, ertangi katta loyiha, bugungi tajriba, ertangi yangi imkoniyat.